Bugun sizlarga Tracker 2 ni motori haqida ma'lumot berib o'taman. Siz Nexia yoki Lacetti haydab Tracker olgan bo'lsangiz, albatta bu motor sizga qisman notanish tuyuladi. Bunaqangi paytda siz ustaxonaga borishdan ko'ra YouTube ga kirib ma'lumot olishlikni ustun bilasiz. Men 15 yillik mutaxassis sifatida shu motor haqida sizga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Siz salondan mashinani oldingiz. Motoriga nima ishlar qilasiz? 3000 km yurgan paytida motor moyini almashtirib olasiz. Undan keyin esa 40 ming yoki 50 ming kilometrga yaqinlashgan paytida svechalarini zamin qilasiz va korobka moylarini almashtirib yurasiz. Birinchi almashgan moy 3000 kilometr bo'ladigan bo'lsa, undan keyingi moylarini 5 ga 30 moy quyadigan bo'lsangiz, 7000 yoki 10000 kilometr atrofida almashtirishligingiz mumkin bo'ladi. 0 ga 20 quyadigan bo'lsam nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, 0 ga 20 bizning iqlimimizda suyuqli qilib, yaxshi moylab bera olmasdan raspredvallarga ziyon yetkazib qo'yishligi mumkin. Menimcha ma'lumotimiz foydali bo'ldi. Endi esa yig'ayotgan motorimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Tracker 2 yoki Onyx haydarkansiz, albatta sizni ham bir kun shu narsaga ishingiz tushadi. Bu ma'lumotdan siz bilib oladigan bo'lsangiz, ortiqcha xarajat, yugur-yugur, ovoragarchilik va aldanishlarsiz motoringizni remont qilishligingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina bizda emas, boshqa joyda remont qildiradigan bo'lsangiz ham, bu ma'lumotlar sizning xotirangizda bo'ladigan bo'lsa, bu foydadan xoli bo'lmaydi. Tracker 2 mashinasi nima sababdan motorlari ochilyapti? Birinchi shu haqida gaplashamiz. Tracker 2 larni hozirgi kunda eng ko'p motor ochilishligiga sabab bo'layotgan narsa sifatsiz moy. Qanaqa qilib sifatsiz moy sababli ochilishligi mumkinmi deydigan bo'lsangiz, bular bilasiz, zubchat remenli bo'ladi. Zubchat remen sifatsiz moy quyiladigan bo'lsa, iskirib ketib qolyapti. Birinchi sababi shu bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi sababi esa sifatsiz benzin. Agar siz sifatsiz benzin quyadigan bo'lsangiz, ko'rsatib o'taman. Sifatsiz benzin quyiladigan bo'lsa, shu qo'limda turgan porshillar sinishligi yoki erib ketishligi, shunga o'xshagan muammolar kuzatilib qolyapti. Agar sifatli benzin quyadigan bo'lsangiz yoki gazda yuradigan bo'lsangiz, bunaqangi muammolarga umuman uchramaysiz. Endi motor remontga keldi mashinangiz. Motor remont qilmoqchisiz, ochmoqchisiz. Endi sizda vaholanki savol tug'iladi. Motor remont qiladigan bo'lsam, asli kabi xizmat qiladimi? Yoki ochib o'tgandan keyin motor o'z vazifasini bajarmaydimi? Ya'ni yaxshi xizmat qilmaydimi? Agar mutaxassis ustalar tomonidan, yaxshi ustalar tomonidan ochib o'piladigan bo'lsa, hech qanaqangi muammo yuzaga kelmaydi, ishingiz sifatli va zo'r bitadi va zavod holatdagi xizmat qiladi. Agar zapchasi sifatlisini qo'yilmaydigan bo'lsa, arzon zapchasi qo'yiladigan bo'lsa yoki mutaxassis tomonidan qanaqadir xatolik qilinadigan bo'lsa, u motorli qilmasligi mumkin. Bu motorni nima sababdan olib qolding? Nima muammo bilan kelgan? Nima sababdan ochding deydigan bo'lsanglar, bu mashinamiz gaz o'rnatgandan keyin reduktor shlankalarining tartib bilan o'tkazilmaganligi uchun shlankasi teshilib qolgan va yo'lda pirovalda mashina qaynab ketgan. Mashina qaynagandan keyin обязательно головка prokladkasi kuyadi. Xuddi shunaqangi головка prokladka kuyish muammosi bilan olib kelgan egasini o'zini tushunchasi bo'lgan. Motorim qaynab ketdi, motor charchadi, уже $1000 ga men tayyorman, motorlarini 0 dan 100 gacha remont qilib ber deb tashlab ketgan edi. Bizning ishxonamizning prinsipi qanaqa? Motor house servisining prinsipi isrof qilish ham yo'q, tejab qolish ham yo'q. Ya'ni mashinani mijoz bizning oldimizga olib kelgan paytda biz u mashinani diagnostika qilib tekshiramiz va shu asosda ish qilamiz. Mashinani ochdik, motor tomonlarini ko'rdik. Ochgan paytimizda gilzani ichlari hech qanaqangi ziyon yetmagan, sababi yangi mashina bo'lgan. Головка prokladka bularniki temirli bo'lganligini hisobiga головка prokladka kuygan bir vaqtda blok qiyshayib ketadi. Ya'ni prokladka temir, kuyish ehtimoli juda kam. Blok esa alyumin. Alyumin narsa egiladi va utechka berib porshning ustiga antifriz o'tib ketib qoladi. Motorlarni ochgan paytimizda blok va galovkani tarsovka qilmasa bo'lmaydigan holat ekan. Tarsovka degani shu shlipovka qilishlik. Lekin gilzanishlar yaxshi ekan. Bularda mashina qaynagandan keyin moy rasxod qilib holati kuzatilib qoladi. Biz buni nima qildik? Bir komplekt yangi porshn ko'lsalari bilan qo'yildi, blon ustilarini ishilindi, gilzasi o'zi yaxshiligi uchun shlipovka ham qilinmadi, gilza ham to'qilmadi. Blon ustilarini ishilib, galovkani orqalarini ishilib, joyiga qaytarib yopilyapti va zubchat remenlarini almashtirib yuborilyapti. Zubchat remellari sifatsiz moy quyilganligi uchun iskirib qolgan ekan. Mana shu kadr ortida shunaqangi mana mushkula ham bo'ladi mana. Xullas shunaqa. Biz hozir umumiy hisobda 3 yil 4 yildan beri Tracker 2 ni 12 tani motorini qilib kelayotgan bo'lsak, muvaffaqiyatsizlikka deyarli uchralmagan. Ish bor joyda kamchilik bo'ladi, lekin hamma mashinani 100% sifatli holatda egasiga topshirilyapti. Endi sizda savol tug'ilishligi mumkin. 3 ta Porsche-ku, Damas Matiz'da ham 3 ta Porsche bo'ladi-ku. Qanaqa qilib bu Damas Matiz'dan ko'ra bu abjir, chaqqon deydigan bo'lsangiz, bularda turbina bo'ladi. Ya'ni turbina nima? Mana turbina shu joyda turibdi, sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu turbina motor ichidan chiqayotgan havoni katta bosim bilan sovutgan holatda motor ichiga yo'naltirish. Ya'ni ichki detallarning harakatlarini tezlashtiradi. Turbinani siz Damas'ga qo'yasizmi, Matiz'ga qo'yasizmi, qanaqa mashinaga qo'yishingizdan qat'iy nazar, mashinaning tezligi avtomatik oshadi. Zamonaviy ishlab chiqarilayotgan mashinalarda 10 ta detaldan emas, 2 ta detaldan foydalangan holatda ham tezroq harakatlanadigan qilib ishlab chiqarilyapti.
Endi sizda savol tug'iladi. Tracker 2 yoki 10X motori shu darajada zaifmi? Nima sababdan ko'p o'chilyapti? U zaif emas. Shunchaki Tracker 2 10X haydashlikka ehtiyoj ko'payib ketyapti va Tracker 2 10X haydayotgan shofyorlarni aksariyatiga qarasangiz yosh qatlam qoni qaynoq bo'ladi, bosib haydab qo'yadi yoki tajribasi kam bo'lganligi uchun sifatsiz benzin quyib qo'yadi va motorlarida charchash holati kuzatilib qoladi. Ma'lumotlarimiz menimcha foydali bo'ldi. Avvalambor mashinangiz buzilmasin. Agar bordi-yu buziladigan bo'lsa, manzilimiz Namangan shahar. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Motor remont, hadovoy, avtomat korobka remont programma xizmatlari bo'yicha sizda qanaqadir shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ishingizni sifatli hamda kafolatli qilib bajarib beramiz.